og'aynim bilan ko'rishishim kerakman. Ani sen aytgan masalani ham Dubayga bilet, uni ham hal qilaman. Bo'ldi, men sizni tushundim. 1 soatdan keyin olib ketishga kelaman. Bo'pti, xo'p, bo'lmasa 1 soatdan keyin ko'rishamiz. Xo'p, bo'ladi. Og'aynim bilan ko'rishing. Xo'p. Jahon! Zo'r ish. Aytgan menga qarangiz, ana aviakassada seni tanishing bor edi. Ha, bor. Davay, ikkita bilet qildirib ber. To'xta, bu ani sani oyingmi? Ko'cha supurayotgan? Hayyoq, adashdim, u emas, onamlar emas. Qanaqasiga sani onang bo'lmaydi, men tanib turibman, sen bilmaganlikmi? Voy, onamni ko'chada supurtirib qo'ymayman-ku, qizimiz-a, voy, onam emaslar, adashtirib olsan, ketdi. Jinniromisan, o'rtoq, men qanaqa qilib men onamni ko'chada supurtirib qo'yaman? O'xshatdim shekilli. Shunaqa bo'lsa kerak men. Voy, menga qarang, oyi. Nima qilyapsiz? Ko'chada ham sharmanda qilyapsizmi meni? Maqsadingiz nima o'zi, Hamma tanishib bilishlarim oldi, meni uyaltirishmi, yer qilishmi? Bolam, ko'chada halol mehnat qilayotgan men uyalayman yoki ko'chaga onasini chiqarib qo'ygan sen uyalasanmi, bolam? Ona, kechiring meni. Onam desa ko'zimda yosh aylanar.